بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال المؤلف رحمه الله المسألة الأولى باب الثاني المسألة الأولى اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له كان يقيوانك ألبقاغنا وفي ميتة الحيوان البحري دنز يولن ألبقاغنا فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة كان يقيوان ألبقاسا بنو ألك باك تبتا دنز ألبقاغن ناس مشندالت وهو مذهب مالك وأصحابه وإمام أحمد. وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم والتي لا دم لها في النجاسة كان باخن يوق دبن داير مامز برابر واستثنوا من ذلك ميتة البحر موضوع فقط دنز ولا باغ الناس لم بنون سرتش كتدو دبتو ميتة البحر دي ناس شو بلا قوا كذا دمشس دنز ولا باغ باشق ناس مس دنز دي يشغل الناس من ولا باغلر وهو مذهب الشافعي إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل الدود الخل وما يتولد في المطعمات ما هو bunun sırtıdadır. Mesela sirkiden mi kuru çıkıyor şeydir. Tamam. Sirkeden çıkan kurudu. Ya ki tamakların içinde özlükten payda olup kalan kurutlar. Gülünün kurutu değmez. Meyve çiğdeki başka tamak ünasildeki ama payda olan kurutlar böyle olup kalsa bunun sırtıdadır. Belki ona bu umumul belva taraftan akbu kılıngan deyişi mümkün. Ya ki bu şu tamaktan payda olan diken meynetemez deyişi mümkün. وسوى قوم بين ميتة البر والبحر يعني bir adamla deniz yaki quruqluq yani suda olsun quruqluqda olsun şu yaşayan narsalar şu ölüp qalsa o'xshashlan bu hakamastır. واستثنوا ميتة ما لا دم له anda qon yo'q ayol olib qalsa bu ölüp qalsa bunun sırtida bu pakizdir. Bu İmam Ebu Hanife'nin mezhebi ekan. وسبب اختلافهم في مفهوم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة مش آيات اندغان قمدا اختلاف سقال دي وذلك يعني الميتة ديان سوز منطق وغير المنطق اشكالسنا özü çıkaldı. Ya mesela da muş meyte degenden nime közde tutulup ondan başka sırt çıktıran narsa var mı yok mu? Ya ki umum zaten muş meyteden bozmuş içiremdi. وذلك أنهم فيما أحسب اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخاص. Alimlar bu ayetin lafzı am bosmu bunun xas narsa maqsad qilingan dedi. Bunda da paqlashdi debdi. Yani urida bil khas degan bunun maytatal uhillallana maytatan va daman deb istisno qildi-ku. Shunga istisno qilingandan maqab qag'ini deb buni tushundi dedi. Amaliyotda am urida bil khas emas, amun maxsus desa shu to'g'ri chiqadi. Amun mukhassas qildi. وحلت لنا ميتة مخصوص قلبت بنا واختلفوا أي خاص أريد به لكن مش آيات هذا إيراد قلبت قن خاص ناس نما بو لفظة عمته لكن خاص مقصد قلقان ديان تقدر ده ونما مقصد قلنا مش ميتة ده تلاش تاسق قلدي فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر وما لا دم له ولام اختلاف شبان لكن بعض لا دنز يولر إلى بقاسة شودا يعني قنيو قيوان لبقاسة بو sırtıda deb sırtıda degandikan qapqag'ini bo'ldi al-haslazi urida qilib qoladi mana chiqarib aytgan va minhum man istathna min zalika maytat al-bahr faqat va minhum man istathna min zalika maytat ma la dam lahu faqat wa sabab ikhtilafihim fi hadhihi al-mustathniyat wa sabab ikhtilafihim fi ad-dalil al-makhsus demek aş ayette ad-dalil al-makhsus hazır aş ayet tamam yani ad-dalil al-makhsus hazır ana amun khussa minhum Ama muş ayet hazır amun mahsus. Demek fi delil mahsus degani muş ayet demek. Xas qilingan. Nimada xas qilingan uhillat lana maytatan degan hadis bilan xas qilingan muş ayetni asl mayta degan mazad o'zi o'lib qolgan hayvonning hammani o'zi chiqardi. Lekin maytatanni biz chiqarib o'tdik. Chiqarib o'tganing maxsus bo'lib qoldi. Undan boshqa narsalar xas. Amma man istathna min zalika ma la dama lahu qaniyo hayvon o'lib qolsa, qaniyo hayvon degan masalan chayandak çeketki konğaz müjnasildi. Bunun delili mefhumul eser sabit anhu aleyhissalatu vesselam min emrihi bi maqli zubab iza vaqa fi't ta'am.
chivin tomoqqa tushib qolsa, uni chukuritib, unday deb tashlab o'tinglar degan hadisga asosan buningdan bu sahih hadis, ya'ni as-sabit demakchi sahih. Athar degan shu hadis deydi. Maktabning istilohi. Bunda endi hadisning o'z silsilada mukammal ma'nosi. Yani mashhur bo'lgan ekan, da sharh qo'ydi, keyin aslida lafzida maktabda hozir. Tamquluh degan lafz var emasmi? Yani cho'kiritish maqul degan. O'sha hadisda hamda buningda nima chiqdi? Yadullu ala taharatu dubab va laysa lidalika illa annahu ghayra damin. Bu cho'kiriting degan ekan, chivinninki pokligini bildirdi. Bu pokligini uning qani yo'q hayvon degandan boshqa illati yo'q deb. Va amma Shafi'i fa indahu anna hadha khasun bil-dubab. İmam Şafi'i yo'q bu shu chivinga xos kelgan alohida bir hukm. Chunki chivinninki bir qanotida bunday shifoliq va bir qanotida bunday va u boshqa narsada unda emas deb qarang. Li qawlihi sallallohu alayhi va sallam fa inna fi ahad janahihi da'un fil akhar dawa'un. Janah degan muannas muzakkar holat lekin muzakkar holat kelishi shu to'g'ri degan loyiq. Hadisni nashq rivoyat qilingan. دا ياك أحد آخر أخرى ده مكتبت في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى ده برقانة ده شفالق با يما الله بر إلا تغلقتن شنو نقول لكن باشقا خونغازدن ما بجقانتن ده بلامدو ده أماس bu bir alaydilar. Evet tabi şu gün dünya urushida shivin bakra qo'ngan yardala saqibdi. Doktorlar tekshirib qilsa, shivin qo'nmaganlari jiqilib ketdi. Shivin qo'nganlari saqibdi. Shuningdan bu chivinning foydali tarafini borligi. Bu chivinning bu davo bo'lgan qanot qasi esa o'ng tarafimiki deb qarasibdi. Chunki darhol nima bo'lsa, o'ng tarafini nima qilganda ishlatilgan. Adamning mushassa o'ng qo'llatizga o'ng qanotini ishlatilgan bo'lgan ekan, o'sha o'ng qanotini deb qoldi. Demak, buni mikrob to'shiydigan bo'lsa-mu, buning o'zida u mikrobning vaksillari, nimalari bor o'xshaydi. Alloh taolo chivin inson yashagan yerda ko'paydigan narsa qilib yaratgan bo'lsa, shunda to'g'rilgan bo'lishi. Ba'zilar o'sha hadisni ojiz deb qaraganlar bor. Nima uchun kallasi o'tmaganlikdan o'z vaqtida. Bunda shulamda cho'kasi taxminata mumdo deb. Amaliyotda hamda balki tibbiy tadqiqot taraqqiy qilgan sari yo'q bu chivinda unda alaylik va ekan deb buning bizi qanotida nima borligi, ya'ni o'sha hadisning rastligi isbotlanishi mumkin. Hozirmi zodi isbotlanib bo'lgan holatda, lekin taxmo chunqur tadqiqot elib berilsa aniq bo'ladi. Shu hadisning sahihligida aqliy nimalarla mendirayotgan ahvol. ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث. Bu hadisdan ildigan mushxumni ojiz deb qaradi deydi. Mafhumni ya'ni buning qansiz hayvon deb illat chiqarishni deydi. Yuqori qansiz hayvonda shunga bu bunda diplom qattiq unga boshqani qiyos qilib bunda qilsangiz bo'lmaydi. Bu ojiz qarash. Nima uchun? Bi anna zahir al-kitab yaqtadi anna al-mayta wa ad-dam naw'an min anwa' al-muharramat. Chunki kitobning zahiri, ya'ni oyat shunama ayetning zahir dalalati hurmat alaykum mayta dedi. Shunama yaqtadi anna al-mayta wa ad-dam naw'an. O'lib qolgan ayoldan qon haram qilingan narsaning ikki turidan iborat bu. Hurmat alaykum mayta va ad-dam degandek. Ahaduma ta'malu fi tazkiya. Birinchisi undaliqa shar'iy bo'g'izlash ta'sir ko'rsatadi deydi. Masalan mayta shar'iy bo'g'izlash bo'lgan bo'lsa bu halol bo'ldi. Va yel mayta. Va zalika fil hayvan al-mubah al-akl bi-ittifaq. Albatta bu tazkiya ta'sir ko'rsatgan hayvon go'shi yildigan hayvon. Cho'shqini bo'g'izlasimi u halollik qilmaydi. Va ad-dam la ta'malu fi at-tazkiya. Qon unda qancha shar'iy bo'g'izlasimi undan chiqqan qon pokizlik qilmaydi. Halollik qilmaydi. Qonga unda nima ta'sir ko'rsatmaydi tazkiya. فكيف يجوز يجمع بينهما حتى يقال undaq birlashtirib qanday bunda digil oldu inna dama huwa sababu tahrim mayta qon o'zilib qolgan hayvonning harom qilinishining sababi deb. Chunki hozir chivin yaqini nima qilgan hayvonning pokiz emasligiga shu nimani sabab ko'rsatdi hozir qon bulash bo'lmasligini. Va hada qawiyyun kama tara. Bu xil kuchli dalil mana. Fa innahu law kana ad-dam huwa sabab fi tahrim al-mayta lama kanat tartafi al-hurmiyya an al-haywan bil-dhaka. Agar qon harom qilinish sabab bo'lib qolgan bo'lsa, masalan
Üzülüp kalgan hayvanın harap kılınış sebebi kan meselesi olup kalgan bolsa, hayvanını biz boğazlasak mı halal bulması gerektir. Yani haramlık götürülmeyen buluş gerektir. Lekin biz boğazlasak halalga ilinip ketidi. Koy kala mesela. Ve tabqa hurmiyetud damillezî lem yenfasil ba'd an muzakka. Yana taha boğazlap bolgan biz şer'i boğazlap halal mesela. Yemekçi olan koy kaladiki içinde kaptagan kan mı haram bulup ketsa boluptu deydi. Kan kılam çetiştik olsa. Çünkü bunun içinde kıl kan tomurlarda nima kapkalıda bazı jiga yürekte mazira kan kapkalıda ya da haram bulup ketsa boluptu deydi. Ve kânetul hilliye innema tujad ba'da infisâlid dami anhum. Andan kan tulluk ayrılıp kılcağında kan kanmaganken de halal olsun dedi. Nima uchun izartafa sebep irtafa musabbab sebep müşahede kan desek kan yok olsa bu haramlık mı yok oldu? Li'annahu in wujida sebep yani kan والمسبب غير موجود yani haramlık فليس هو sebep kan bakilik haramlık yok olsa onda bu kan onun sebebi emasken deymiz. Mesela biz boğazlagan koy kalılda ançmuncha az miqdarda olsun kan kalıdı. Kan batırıp bu halal olan iken bu kanın bayıqlığı tasir göstermedi iken deymiz. Ve misalu zalika ennehu idza irtafa'a at-tahrim min asir al-anab vecebe daruratan en yertafi'a al-iskar. Bunun misali üzüm şerbetinden haramlık götürülüp ketdi deydi. Haramlık götürülüp kelse bu mesqilish nimasimi götürülüp ketibdi degan bo'ldi deydi. Otomatik nima uchun deganda biz haram qilinishning illati iskar degan. Al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan va adaman degan. Wa amma man istata min zalik ma yatadbaq fa innahu dhabil al-athar ath-thabit fi dhalika min hadith Jabir radiyallahu anhu wa fihi annahum akalu min al-hut alladhi ramahu al-bahru ayyaman wa tazawwadu minhu. Bu bir qo'shin evatgan chaqda deniz bo'yida tomoq topolmay ochlik qilib deniz qirg'oqida bir yo'g'on kitdan birini ambar kiti deydi ekan shu ambar chiqadigan kit bo'ldi ekan. Ashunning birisi denizdan qirg'oqqa chiqib qoldi ekanda Alloh taolo endi tomoq evatib berdi ekan bular. Aniga buni kesib yeb 10 kun bir qo'shin to'xtamay g'izalandi ekan. Yog'ilib yeb hatto shunining bir qiltiriq qadamda so'ngkini unda qo'yib qizi tugilan bir adam tegdi o'tib ketdi yo'g'on ekan. Keyin o'zida qolgan hayvon buni yesek qanday bo'lganda deb uyadigan darurat jatiylik. Nozi keyin Madinaga bunda ahvol desa bu Alloh taolo sizlarga yaratgan rizqga agar bo'lsa men biringlar deb endi og'ach kelganni Rasululloh aytdi ekan. Sahih Buxoriyda bu. Demak, ma'no bilan dengizning hayvonlarda o'zlab qolganlar buning sirtida deganlar man dalil qildi. Bu sayyidis, sabit deb iborat qildi. Va innahum akhbaru bidalika Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fastahsana fi'lahum wa sa'alahum hal baqiya minhu shay'un deb batida berganiki Rasululloh degan rivoyat. Bu hamda taxam ularning ko'nglini xotirjamlantirish uchun biz unda shubilik narsa hep sanmapti. Eşin Resulullah'dan so'rab degan. Va huwa dalilun ala annahu lam yujawwiz lahum limakan daruratu khuruj zad anhum. Demak, siz bamo deb o'zi elib yeganligi nimaning dalili? Bu sizga zarurat bo'lib qolgan och qolganliging uchun halol bo'lib qolmadi bu. Amaliyotda bizgami zarurat bo'lmagan kishiga halol demoqchi deydi. Va ihtajju aydan bi qawlihi sallallohu alayhi vasallam wat-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Bu hadisni dalil qildi dedi. Maytatuhu halol degan iborat bo'lgan degan buningda mana aniq nas demoqchi. Lekin Hanafiy mazhabida hadisni ojiz deb qaraydi. Sayyid degan olimlar bor, lekin azroq nima bo'lish kerak? Bo'lish kerak shunga asoslanib ojiz deb qaragan bo'lsa. Raddiya berishdi. Va amma Abu Hanifa farajjaha umum al-ayati ala hadha al-athar. Demak, Abu Hanifa birinchi sayyidisni uni boshqacharoq tahlil qilib, ma ikkinchi hadisni sal ojizroq deb qarab, men shu mustahkam oyat qilim islay deb shu oyatning umumini tanlabdi. Imma li'anna al-aya maqtu'un biha oyatning keskin bo'lganiga xotirjam mushohada. Wal athar madnun hadisdan da ehtimollik bor. Va imma li'annahu ra'a anna zalika ruxsatan lahum. U qo'shinga ruxsat qilingan favqulodda bir ahvolda ruxsat qilingan ish deb bu. Endi osh qolgan ekan. Ya'ni hadis Jabir. Aw li'annahu ihtamala andahu an yakuna al-hut mata bi sabab. Yoki hamda bu o'lib qolgan kishi o'zligida o'lib qolmay, ma'lum bir sababdan o'lib qolgan bo'lishi mumkin. Imom Abu Hanifa hozir ayriydi. O'zi bunda turiblar, bunda o'lib qoldimi yoki boshqa
boshqa bir vaqa yoki bir boshqa nimadan zaharlanish yoki masalan qattiq sovuqdan yo issiqdan sirtqa chiqib qolganlikdan yo suvdan ichilib qolganlikdan bunda o'lib qolganni ayiradi. Aslan Abu Hanifaning mazhabining bo'liq mazhabga tafsiliy kirib ketmagan ekan, hozir bu yerda aniq bo'lmay qolgan gap. Amaliyotda shu Hanifi mazhabda unda ayiradi. Aslan mazhabni bayon qilgan chog'da bu tafsilotga kirgan kitob bo'lsa-da, mana deb qo'ydi. Va tafsilotga kirib jumla umumda bo'lgan ekan, bunda jumla. Va huwa ramyul bahri bihi lis-sahil. Bu sabab nima esa qirg'oqqa etayotgan ekan-da. Qirg'oqqa chiqarib qo'ygan ekan, bu ham suv yo'q, yerda o'ladi demoqchi. Yani denizning o'zida o'lib qolgan, o'zining o'ligi hisoblanmaydi demoqchi. Lannal mayta huwa ma mata min tilqa'i nafsi. Mayta degan o'zligida o'lib qolgan narsa bo'lsa, shunday min g'ayri sababin xarij. Boshqa bir sabab bo'lmay o'zligida o'lgan bo'lsa mayta bo'ldi deydi. والاختلافهم في هذا أيضا سبب آخر وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة. demek bu şeyde طعامه degendeki her bir ضمير nimaga qaytadi? Yani yauda alal bahr أو على الصيد نفسه. صيد البحر وطعامه degan طعامه degan sayd deganga qaytamdi, bahr deganga qaytamdi. Sayd degan bo'lsa tutib yegan biliqli halol degan o'sha, ha? Ehramli qalat degan bo'ldi. Ehramli qalatda tutib yegan biliqli halol bo'ldi. Agar bahri qaysa dengizdagi narsamiz halol degan bo'ldi. Yani maytami buning ishiga kiribdi. Demak bu yerda ehramli qalatda o'ni o'zingni yegizsanglar halol qilindi degan bo'ldim. Agar saydga qaytursak buni ehramli qalatda yani o'ni yesanglar halol bo'ldi degan bo'ldi. فمن أعاده البحر قال طعامه هو الطافي. Denizga qaytuganlar denizning tamoqiga shu ustidan da leylab qolgan. Tafi degan leylab qolgan. Leylab qolgan degani nima? Denizda o'lab o'zimda deydi. Shuni bilib o'lsa leylaydi. ومن أعاده على الصيد o'g'a qaytugan bo'lsa vallazi uhilla faqat min sayd al-bahr. Denizning nimalardan shu o'lgan narsalar halol bo'ldi deydi. Mayta buning ichiga kirmaydi. مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا في ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطافي من السمك وهو عندهم ضعيف. الكوفيين ديان مش أبو حنيفة دمكش أنا بمذهب كذا طافي يلب ليلب قاغم بلق يسك بومايدو ربري أو لكن بولا نمكي تياندس عاجز برادس كه تياندري. وحديث قاتل حديث جابر ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه. ما ألقى البحر أو جزر عنه دينا دنز مثلا قرغاقا چقرباتكان ياكي جزر عنه ديگان نما سووندا ينip ketken çağda qırğaq eşilip qaldı o. Şunda çağda susuz qılıp lekillab ölüp qalğan edi. Ve ma tafa fala ta'kulu degan bu hadisni mavquf deb bağlagan alim lug'atga marfu'likka seyamas, aciz deb qarab hozir muallif hozir daif debdi. Mushuni taynib leylab qolgan baliqni hech bo'lmaydi deb qaradi. Tahrim at-tafi deb ibora keltirdilar. Mishada zot harom degan nima damdo yoki Hanifi mazhabdan deydi. Odatda makruh deb keltirdi. Yoki yeyilmaydi deb qo'ydi. Lekin harom degan so'zni bak ishlamaydi. Shu Hanifi mazhabdan qarshi bu makruh. Bu yergi makruhga kiraat tahrim bo'lsa-mu, shu makruh degan iborani aytildi. Shunga tahrim degan ibora sal mazhabning qarshini naql qilishda sal o'zgartirib qolganlikda. Unda Jabir radhiyallohu anhu hadisni uyan qilib tatib baxtdi. Bu ashula xasta yoki u o'zi o'lib qolmay boshqa bir sababda o'lib qolgan shu mayta deyilmaydi deb talqib baxtdi. Ikkinchi hadisni odatda bir aziz deb e'tiroz bildirdi. Ya, sunan kitoblarda bo'lishi mumkin. Tahrij qilganda nima aslida? Ya, Abu Davud. Hadis olimlari saydab qaraganlar ko'p, ya'ni hammasi demasakmi, saydab qaraganlar ko'p. Bo'lmamda ya sanatda ya bir nimada e'tiroz bildirib, ojizlik va deb qarashim. Chunki hadis olimning o'z ichida ba'zi raviylar to'g'ri ixtilof bor. Bizsa bu fiqhisi biz kazzab deydi. Undan keyin buni o'zining tushunishi. Ya nimada ittirob bor deydi lafzda. Bu mazhabning kitoblardan birisida shu ojiz deb turadi. Demak, tahrim at-tafi min as-samak degan tahrim degan so'zni aslan karahat at-tafi deb ibora surgan bo'lsa bakrak tushibdi. Demak, o'sha mazhablar balki Hanifi mazhabning ba'zi kitoblarda tahrim deyish mumkin. Bu yerda maqsad karahat at-tahrim, makruh deb ibora surdi odatda. Buning maqsadi shu karahat at-tahrim. To'g'ri, mazhabni naql qilishda bular oqni qora oq deyitanmaydi. Aniq bir xatolik bo'lmasa. Lekin shunda sop sariqni, tuxum sariqa, andan shaptilchishkini go'shira
degandek bunda o'zgartib o'tib 10%, 20% bir narsa qonab qoldi buning. Qahqahana daht dedigan shunga o'xshash. Hanafiy mazhabning o'zining kitoblaridan naql qilgan shu hisob. Yani neler var bunun tafsilatları var. Bazen de ya zehirlik deyiş mümkün ya ki başka bir nima dölep kalan, başka sebep dölep kalan bu özlüğü dölep kalmagan deyiş mümkün. Hadisini ret kılıçta işletkendek. Mesela sunun soğuklıqıdan ısılığı dölep kaldı mı ya ki bir başka belik yardaqiğalık dölep kaldı mı? Mesela yerimine yuvaptı bıraktım biz, ölepti sonra. Sonra siz cık tafsilatı var mezhebin aşırı. المسألة الثانية كما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة. Şu ölüp kalan hayvanın da bedellerinin ma kısmı alınma da şuna tava neslinin pak ya alallıqda ixtilaflaşıp kaldı deydi. Ecza degende maksat nerede? Tüke, peye, soniki, tuyuqe mesela manasıyla. وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة. Ölüp kalan hayvanın göğsü meyte hesabında da ittifak geldi deydi. Lakin sonra gören çaşta ixtilaflaşıp kaldı. فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة. İmam Şafii bu ikisi meyte hesabında yani pakize emez demekçi. وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ليس بميتة. İmam Ebu Hanife bu ikisi meyte hesaplanmaydı da pardı. Kur'an-ı Kerim'in de yani Ebu Hanife'nin delili ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا لكم ومتاعا إلى حين. Demek burada ayette bu meyte mesela ayırdı mı? Ayırma değil demekçi. Umum, delale istidlal bil umum. Ne için dese bir imtinan kıldı deydi. Yani manda qıppada Allah Taala. Sen manda faydalanısla bundan. Degendiken bu imtinan haram narsalar imtinan kılmaydı. Yani haram narsa qıppada mı nasıl faydalanısın deb imtinan kılındı, imtinan qılsa bundan olmaydı. Allah'ın bildirdi demek. Bazı ilahin degan nima deb baqqayır var. İlahin degan shu o'zi deb qolgan qadar ishlasan bo'ldi debdi. Qarashtirib tiklar. Desan do'yoq bu ilahin degan ashkonrab buzilib ketgan qadar degan bo'ldi. Ma'lum vaqt deymizmi? Bazı bir yılını da qaraydi hin deganni. 6 oy deb qaraydi. Tu'ti ukulaha kullu hinin bi idni rabbiha. Her bir yılda bir qatam degandek. Ya 6 oyda bir qatam degandek. Demek ayetten delil keltirdi. Yana bir delil Ebu Hanife radhiyallohu anhu'nun mazhabining yana bir delili. Sahabalar Iroq tarafına, İran tarafına fath qilgan chaqda shu zaminda uchragan, o'ljagan, kiydigan juda emas, tumoq, talpak, ashunda naslni ishlatib olgan bo'ladi. Uni o'lakning nimasini ishlatgan, shunda ishlagan narsamniki u bunda ayrim jumay, qo'l o'tishgan ishlatib olgan. Undan ekan bu pok. Masal jalliqin. وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم. İmam Malik yani İmam Ahmed mübilla bu işkeylen çarçıbilen sonradan farkı var. فقال إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة وسبب اختلافهم واختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء. Demek şu hayvanın azalarının kasınga bu hayatlık bağ yok da sıfatlanıdı diyenler. فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة. Demek hayatın alameti nima desa bu g'izalanish, o'sish degan alomat shu deganlar. Sha'r bilan azamni o'sish va g'izalnishni yo'qitib qo'ysalar bu o'lik bo'lib qoldi deb. Ba'zilar ra'annahu la yantaqu ismul hayati illa alal his. Demak his tuyg'u bo'lgan narsada hayot va uningdan boshqa yo'q deb qarab. Inna sha'ra wal izama laysat bimayta li'annaha la hissa laha. His qilish tuyg'u sezgirligiga qaraymiz. Tuyg'u bo'ladi ekan, o chaqda hayot bor. Tuyg'u bo'lmaydi, hayot yo'q. Yani bu hayot yo'q degan ekan, bu Abu Hanifa'ning qarashida bu tuyg'usi bo'lmagan ekan, hayot yo'q degan. So'ngak bilan chashda tuyg'u yo'qdir. Yani bu ikkisini o'ttirini ayirib, so'ngak degan mayta, chash degan mayta emas deganlar. So'ngakning tuyg'usi bor, chashning tuyg'usi yo'q deb turadi. Endi va fi hissil izam ixtilof. Endi so'ngak tuyamdu, tuymam deganda ixtilof bor. Nima uchun İmam İbn Rushd en danlık doktorlarının birisi. Öz zamanındaki. Zamanındaki doktorlar içinde ihtilaf var demek çalışmıyor. Tamam. Vel emru muhtelafun fihi beynel atibba. Doktorlar içinde bunun da ihtilaf var. Ve mimma yedullu ala enne yani bu soğuk tuydu diyorlar. O soğuk yalnız bu soğuk olsa ona gidisa ya herdisa ya olsa ağrı oldu diyen bunu düşündürmesi mümkün. Ne için ağrı kes oldu olsa bu soğukun kaçta tuyduğun nerede karakterli goş binası olğanda şu goşlar ağrı kes kıldı ama nima ağrı kes kılmaydı dedi. Ameliyat şunda bo'lishi mumkin. So'ngning o'zi kes kılmaydigan atrofdagi nerva va goşlar. Ve mimma yadullu ala anna at-taghazi ve numu laysa huma al-hayat allati yutlaqu ala adamiha ismu al-mayta.
u o'sash, g'izolanish hayotlikning asosli nimasi shu deb qarashga bo'lmaydiganligini isbot deydi. Annal jami' qad ittafaqu ala anna ma qut'a min al-bahimati wa hiya hayyatun annahu mayta. Demak, hozir bu yerda Abu Hanifaning qarashini sal kuchlantiryapti. Ya'ni bu mayta deyilmaydi buningga. Nima asosi esa ash hayvonda emas, to'gidan shundan bir parchasini kesib olsak, tirik holatda bu kesilgan narsa nima bo'ldi deydi. Mayta bo'lamdi, mayta bo'lmamdi. Mayta bo'ldi shun, ama liqawlihi sallallohu alayhi vasallam ma quta'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maytatun. Arablarda shunda shuatdi burun. Masalan, to'gisi bor. Ya safarda ya shunda muhimmat tug'an bo'lsa-mu, qo'saq echib ketdi. Deydigan narsa faqat yo'q. Qattiq siliq turmush bo'lgan ekan. Qanday qilib to'gisini bo'g'izlab qilaysa, keyin to'gisdan ayrilib qolib jinni vaqolmaydi. Qanday qiladi desa vaqtli shu g'atchi bir ashdan qutulish uchun to'gisining lokisini bir parcha g'atchi kesib qolib terik to'g'izib shu bilan yirtlangan. U to'gini olib qolmaydi. Keyin to'gini saqladi, egisini saqladi degan. Bunda qilganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam islom shariatiga hayvonni qiynash, azoblash cheklangan bo'lg'achqa buningdan kesib olsam, buni yemaysa deb hayvonni azoblash yo'lini taqvatdi. Haram qilyapti. Agar oyinda olgan bo'lsa, aşağı halol bo'lsin deydi. Vattafaqu ala anna ash-shara idha quta'a min al-hayy annahu tahir. Chashni tirik hayvondan, ya'ni tukuni deydi, chashni tukuni kesib olsa pokiz bo'lishi, ama ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي والنمو لقيل في النبات المقطوع إنه ميتة. G'izolanish ya o'sashdan ayrilib qolgan narsaga masalan bu mayta deyilgan bo'lsa, yuziltilgan o'simlikmi mayta deb deyilsa, amaliyotda deyilmaydi deydi. وذلك أن النبات فيه التغذي والنمو وللشافعي أن يقول إن التغذي الذي ينطلق على عدمه اسم الموت هو التغذي الموجود في الحساس. İmam Şafii manda raddiyaveradi bu so'zga deydi. Tag'azzi va numu degan biz manda jalliq hayvonlardigini ko'z tutmaymiz, his qildigan, tuydigan narsigini deymiz. Ammo o'simlikka u boshqa deydi. Yurakni his oldi desak, tirkalatda aram bo'ladi. Hadisning asosan mayta bo'lishi kerak. Maqutamal bahima degan bu bahima hamda hayvonning iborati shunavan ekan, insonning nejismi, nejisemasmi. Lekin u insonning chechirib ish chiqib ketgan ekan, o'g'atchida ana pokizlik qayta. İnsanın bir parçası olab ketdi. Tirik insonning bir parçası olab. Lekin shu ish chiqib bo'lsa, inson namoz o'qimaydi. Albatta, yotqada operatsiyada namoz o'qimaydi. Bu ama yangi masalalar shu o'g'ilotgan. Qon sirishmi shuga? Qon olib solgan gap. U nejis qon. Lekin u qon chigandan keyin badanga, u o'zining ma'daniga berib, o'zining joyiga berib, u sirt badanning sirti bir joyda shaltoq bo'lmagan ekan, ishki shirk ketgandan keyin yo'g'ilib ko'milib ketdi. Shundan bo'ldi. U börekmi, ishki shirk ketgandan keyin joyi shirkatda sirtda unda bir narsa yo'q, mayda narsa. İmam Şafii unda raddiya qaytib bo'ldi, fil hassasda. Lekin hozirgi tadqiqotda ba'zi biologiya olimlari bu o'simlikni his qildi deb chiqishi mumkin. Ba'zi o'simlikni kesatsan, azobning o'zi bu, og'riq his qiladi. Shuni yig'laydi ba'zi o'simliklar. Tamam? Deb buni isbotlashi mumkin. O'simlik bir tuyg'u bor deb. Bu ehtimollik. Jalliq jansiz deb aylagan ekan ma'lum. Lekin ya talash tortish hozir o'simlikda emas. المسألة الثالثة اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة. Ölüp qalğan hayvanın ki tiristin paydalanış meselesinde ixtilaf qaldı. فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت أو لم تدبغ. İşte bulardı deb qardı. وذهب قوم إلى خلاف هذا. Bombaydı deb qardı bir grup alım. وهو ألا ينتفع به أصلا وإن دبغت. Aşlansın işlekli olmaydı o dedi. وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ وألا تدبغ. Aşlanış qarayma. Aşlansın işlekli, aşlansın işlekli olmaydı. وَرَوَا أَنَّ الدِّبَاغُ مُطَهِّرٌ لَهَا. Bulam da bu aşlaş meselesi paklaydı o dedi. O mezheb Şafii ve Ebu Hanife. وَعَنْ مَالِكِ فِي ذَلِكَ رِوَايَةً. Malik'in bir qarashda jumhurdan bildirildi de. Şafii ve Ebu Hanife'nin jumhurunu teşkilledi. İkincisi أن الدِّبَاغ لا يطهرها. ولكن تستعمل في اليابسات. Yabisat degende mesela bu pakiz olmadı, lekin bunda quruq narsani elib qachilab ishlatsan bo'ldi. Tulum qilib suv qachilsan, suvning ta'miga chiqadi buning menelski. Ammo masalan guli qachildi masalan tulum qilib, qach qilib menda quruq narsa bug'doy, bunda quruq narsani ishlatsan, u quruqlikqa uni sumirmaydi menelski demak. والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر
ashlasa bu pokiz bo'lib ketadi deb qaraganlar ittafaqu ala annahu mutahhir lima ta'malu fihi az-zaka min al-haywan go'shi yeyiladigan hayvonda shunday deb qarabdi vaqtalafu fima la ta'mal fihi az-zaka hamda bo'g'izlasimi uni go'shi halol bo'lmaydigan hayvonlarning terisi cho'd mesela eshakning terisini biz chiqarib ashlasak dumba qasamdoq kash qasamdoq mesela فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاء فقط İmam Şafii ya go'sh yildiğinin halal pakizlaydi o eşeknikni pakizlamaydi ve ennehu bedelun minha fi ifadet tahara demek onun pakizlikni keltirishda shu nima ashlash shu bo'g'izning o'rnida turdi deydi İmam Abu Hanifa bu ashlashning ta'siri bor cho'shqidan boshqa go'shi harom bo'lgan narsani ashlasak buning terisini ishlatishda terisining pokiz bo'lishida farqi bor shu eshak terisini ashlasak bu pokiz ishlatiladigan bir narsaga aylandi ishning terisimi shunda shu vaqtda tizlik birlik qilib oldiku demak shunlar namoz o'qig'ili bo'ldi ashlansa va qala Davud tathuru hatta jildul khinzir hatta cho'shqining terisini ashlasakmi bu cho'shqining terisimi pokiz bo'lib ketadi bunda ötek kiyalaysa sapan kiyalaysa demak bu amaliyotda imom Abu Yusuf'ni kelgan qarash Abu Yusuf'ni mush qarash kelgan imom Malik'ni bir ozroq qarash kelibdi bu kulli ihabin dubil faqat tahur degan hadisning umum lafzini oliblar har qanday teri ashlansa pokiz bo'ldi mush hadisga tayangan Hanifi mazhabda imom Abu Yusuf'dan pokiz bo'ldi deb Qur'on qarash kelgan ekan bu keyingi olimlar pokiz bo'ldi lekin ashlansa lekin ashlanmaydi agar ashlansa pokiz bo'ldi deb ba'zilar yo'q ashlansin pokiz bo'lmaydi bu nima uchun ashlan pokiz bo'lmaydi desa buning terisi qalin necha qavatdan iborat chunki bu ashlan sirtqi tarafi ashlanib ichiga o'tmaydi bu ashlash ichidagi maynachilikni tozalanmaydi chunki cho'sh terisi unda tilib necha qavat tiri chiqarishi mumkin lekin hozir amaliyotda u ashlan burunqa ashlash usulidan qat'iy nazar hozirgi sharoitda buni kimyoviy usul orqali buni ashlaydi amaliyotda biz ashlagan terini ko'rdik masalan bu ashlanib buni tilib necha parcha necha qavat teri chiqardi buni endi ashlandi degan taqdirda ashlansa pokiz bo'lamdi desa imom Abu Yusufdan Davud az-Zahiri bundan kelgan qarashda imom Malikdan bir rivoyatda pokiz bo'ldi buni imom Shavkani tarjih qilgan qarash Band ona bazı fakat kıl oldu, bazı fakat kıl olmadı. Muş ayalının çapalları vatandaşı. Çöştürüstü. Onun da çıktığı gulluk çıktığı yağlarını gulluk nokuluplanma çıraylı kılıp yaşatkendiken bak farklı. Emeğatten de çoşku kurumda yasalgan nolan başlanması biz göçildi hayvanlık alanımızda. Mayamda nokupasa belki onu muş karaşılan nokulup minköğe boğan çapan Eşkizga ötekmega taşlatma ayda muş qarashqa asasen kiyvessa jantatmasın belki caizdir. Ve sebep ihtilafin taarudul athar fi zalik. Bunda da hadislar bir-biriga zid ko'rinib qoldi. Ve zalika demak bu mehnat emasmi degan masala uni ilib setish masalasini keltirib chiqardi. Ilib setish masalasi halol bo'lamdi, harom bo'lamdi degan ig'ir masala. Tijoratchilar ash kiyimni, ash o'tak, ayni ilib satalamdi, satamamdi degan gap. Eğer necis deb qalsak, uni satamaydi. Chukidan dalaqa aniqlan bo'lmoqlik uchun, yani bizning ba'zi olimlari mo'y nima halol degan qarash bor. Uni dalaqa muzduzlar shuni ishlatmasa bo'lmaydigan bir ehtiyoji bor deb shu chaqildi. Shu bo'lmasa muzduzdan ish oqmaydigan. Bunda ahvol bo'lsa mayli deb qaraganlar. Jib ishlab chiqarayda bir oyog'ini yamaydigan bir ishlash kerak. وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقا ميمونة رضي الله عنها من حديث ده أش جلود الميتة إشلس بلدو قيدلانس بلد كالش نما وذلك أن فيه أنه مر بميتة فقال عليه الصلاة والسلام هل انتفعتم بجلدها يكبئها بها قيدلانس ممتة هل انتفعتم كنا وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا İbn Ukaym, Abdullah İbn Ukaym hadisinde
onu paydalanishni cheklagan deydi. Va zalika anna fihi anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kataba alla tantafi'u min al-maytati bi ihabin wa la asabin. Uzulab qolgan hayvonning terisinimi, peynimi ishlatib paydalanmanglar debdi. Asab degan pey. Qala va zalika qabla mawtihi bi'am. Bu hamda Rasululloh vafot bo'lishdan 1 yil ilgirki ish vaqalik debdi. Bu hadis deyilgan vaqt. Amaliyotda hadis kitoblarida bishahrayn yoki bishahr deb keladi. Qabla mavti bishahrayn. Balki hamda bir itirab bordi. Bu hadisni ojiz deb qaraganlarning nimasi shu hamda. Hujjatlarning birisi fihi itirab degan bo'lishi mumkin. Ya'ni birisi mursal deb baqadi. Chunki ma Abdullah ibn Hukaym sahabe emas yoki bu Rasulullohning o'zi anglab nima qilmagan Rasulullohning kitobi bunda yozilib bizga maktubi kelgan deb bunda deganlik uchun buni irsal va deb qaraydi. Umuman buni ojizlashtirdi. Ama hadis sahih bo'lsa-mu, bular e'tiroz bildirib sahih emas deganlar. Amaliyotda sahih hadis bu. Sahih emas deganlar e'tirozi buni iboratlarda nechqil kelib qolgan. Andin va Abdullah ibn Hukaym o'zi masalan anglab nima qilgan desamas, Rasulullohning maktubi kelgan, buni nimada yozibgan deb vosita uzib qolgandek. Yani kitobni bular ojizlashtirib hadis. Sahifa deb qo'yganimiz bor. Anglash eng yuqori martaba deb. Demak, buni ojiz deb qaraydi ma boshqalar. وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ. Bazıda başlab işletilgan dabba, işletilgan işletmen degan ko'rsatma kelgandi. والثابت في هذا الباب وحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. Bir adam da sahih bo'lgani demak muallif mu yuqori Abdullah ibn Hukaymning hadisini aciz demoqchi. Ya sabit o'g'in ma'vo mana sahih deganidan ashunda mafhum chiqadi. Mush hadis sahih. Falimakan ixtilaf hadhihi al-athar ikhtalafa an-nas fi ta'wilha. Ashun buni tushunishda har xil bo'lib qoldi. Fadhahaba qawmun madhhab al-jama' ala hadis ibn Abbas. Ba'zilar hadisni jamlab tushunmadi. Annahum farraqu fil intifa' biha bayna al-madbugh va ghayr al-madbugh. Ashlanishdan ilgari ashlanishdan keyin ayirib nima qilamiz deb İbn Abbas'ın hadisini asas qilib turib jamladi dedi. Va da qavmun madhabun nas. Ya u burunqa holda keyin mansukhlab ketgan deb birisini olibdi. Fa akhadhu bi hadis ibn Hukaym li qawlihi fihi qabla mawtihi bi'am. Mana qabla mawtihi bi'am ya bi shahrayn ya bi shahr deganlik uchun bu keyingi Rasululloh hayotining eng oxirgi chog'larkan deb burunqini mansukhlab qilgan. Yani demak madin sahih deb qaragandan keyin va dhahaba qawmun madhab at-tarjih li hadis Maymuna. Maymunning hadisi bakrak sayyidda. Unda itiraf yo'q, ixtilof yo'q. Muşun alamazdır. Ve rav annahu yatadammun ziyada ala ma fi hadis ibn Abbas. İbn Abbas'ınki qaraganda bir ziyadalikni o'z ichiga olganlik uchun ortiqroq ma'ni ifodaligini alamazdir. Ve anda tahrim al-intifa laysa yukhriju min hadis ibn Abbas qabla ad-dibagh. Ma hadisi ibn Abbas da "İza dubigal ihab faqat tahur" degandan bu pokiz oldu dedi. Lekin buni ishlatsang bo'lmaydi, ashlashtirilgan deganlik chiqmaydi deb turadi. Yo'q, mafhumul muxalifa yoki nima. Demak, bu maskutun anhu demakchi. Foydalansang bo'ldi degan gapni qilmadi bu yerda. Pokiz oldu dedi. Balki mehnat chaqdim ba'zi shaklda foydalansang bo'ldi degan bo'lishi mumkin. لأن الانتفاع غير الطهارة. Çünkü mana paydalanish degan pokizlik degan boshqa narsa. Ani kullu tahirin muntafa bihi. Yani pokiz narsaning har qandayidan foydalanish mumkin. Ve leyse yelzamu aksi hazil ma'na. Ani anna kullu ma yuntafa bihi huwa tahir. Foydalangan narsa hammasi pok bo'lmaydi. Bu aks degan nima? Mantiq. Yani hozir Abdullah Hukaymning hadisida intifa la tantafi'u. Ashlashga ilgari foydalanmanglar dedi. La tantafi'u min al-maytat bi ihab dedi. Allama. Allah da kelgan bo'lsin ki nimasi rivoyatda. Unda olan ekan, hozir İbn Abbas'ning hadisindeydi hozir. Abdullah ibn Hukaym'ninkini qo'yib turlar. İbn Abbas'ninkida "İza dubigal ya faqat tahur" deganda pokiz bo'ldi deb pokizlikning hukmini bayon qildi. Foydalanishdan gapni qilmadi. Unda olan ekan, ba'zi pokiz emas narsani foydalanish bog'o demoqchi. Pokiz olgan ekan foydalansa aslında hukm taravih. Yo'q, u cho'qimamdi. Yani pokiz olgan ekan foydalanishning yo'li eshib ketdi degan gap. Ama pokiz bo'lmasa, yani qabla dimog pokiz emas degan gap tushunaman. Uçağınız işletsanız bo'lamdi, foydalansangiz bo'lamdi, bo'lmaydi degan gap maskutunan. Yani shu dalil xitob. Chiqsangizda mafhumning muxolifati chiqadi. Demak, mayna narsa foydalansa bo'lamdi, bo'lmaydi.
Mesela deyli, qığını mesela burun xotanda satıldı qaşvat. Ha? Qashqada ezin sirib echkitdi, lekin ashamma nimani bir xizmat qilib qo'ydim. Tozalab, top to'kab unda birib echkitdi. Pul berilmaydi. Demak, mushu narsani sasi bulamdı, bo'lmamdi desa, ulamalar foydalanig'ili bo'lsa, foydalanib olmasa shuni qaraymiz deydi. Ana bir vaziyat tikilindeydi, ya bunu foydalanolmaydi dedi. Eminat chiqib foydalandi ayna. Foydalanilib bo'ldi. Ana uni badaniga suab ishlatmaydi. Mehnat olgan ekan. Uni ya kim bassa, bunda foydalanish, hozir o'sha mehnat oldi shunami? Foydalanish bo'ldimi, bo'lmadimi? Bo'ldi. Nolki bu pokizlik bilan foydalanish qilsa, chetishlik emas demoqchi. Hozirgi e'tiroz. المسألة الرابعة اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري نجس. قرولة شيء غايران كنا ما يندب اتفاق كله. أمدا اختلفوا في دم السمك. بلقنا كندا اختلاف نسبة ديدم. وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري. يعني قرولة غايران بواسمه أزرق كشك كنا بقانون قاسم منهم يكون ماذا. فقال قوم دم السمك طاهر. بلقنا كنا باكيز دكتورات. وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي. وقال قوم هو نجس على أصل الدماء. قام ديان مينات بمو قان وغان كن مينات. وهو قول مالك في المدونة. المدونة ديان كتابنا قانا تونشتوغان. إمام مالك شاهد ابن القاسم. إمام مالك نقل تيغان. إمام سحنون ونيزغان. وكذلك قال قوم إن قليل الدماء معفون عنه. أزغن بقان وسان كشريت الدوار. وقال قوم بل القليل منها والكثير حكمه واحد. أزوسن كبوسن أخشش تبتروبته. والأول عليه الجمهور يعني أصغر قانوسا كتيرتو الجمهور نقرشه جمهور مش هذا كم مقصد منده ما كتابة الجمهور ده بكاسة مش إمامنا كذب لكن بو مالكي منو سرتش كتاب لك والسبب في اختلافهم في دم السمك هذا إيش كمثلنا بربرجة كريشترات بلقنا كنا عند أز قانون كيف قانون هذا ما بلقنا كنا كلهم ده اختلاف لسان سببه أشو أزول أبقاهم بلق باكز مو باكز مسمو halal mı halal مسمو فمن جعل ميتته داخله تحت عموم التحريم جعل دمه كذلك آية حرمت عليكم ميتة ديكم بوم ميتة دبقاسا شو عموم شيء تخوسه undavon kim buni qinimi o'xshash mehnat harom bo'ldi. Va man akhraja maytatahu akhraja damahu qiyasan al-mayta. Bilqa va tahuru ma'u al-hil maytatu deb istisno qilgan bo'lsa, buning qinimi chiqtido deb qarabdi. Ya'ni u mayta holati chiqargandan qinimi chiqtido deb nizis emas deb qarabdi. وفي ذلك أثر ضعيف وهو قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت والكبد والطحال. Bu anda mevkuf yani daiflikten olmasa kandarası senet ve keza da emez eter mevkuf asla. Lekin alimlar nimde lahu hukmur raf. Uhillat diyenliken sahabenin sözü uhillat, umirna, amarana, nuhina diyendeki ibarlar yukarıdan kelgenlikini bildirdi. Demek mevkufun lahu hukmur raf deyimiz. Bunda olanken azizlik sahalamda callandı bu. Umuman lekin alimler bunu emel kıldı bu. وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق. Az kanundan köp kanundaki ihtilaflaşışının sebebi mutlakla mukayyedge boysunduramdık ya ki eksimo diyen meseledir. Ve derken ennehu varad tahrim dam mutlakan. Ayette mutlakla kallan buldu ki haram deyip geldi. Hurrimet aleykum meytetu ve dam ve lahmul khinzir. Ve varada mukayyeden fi kavli ta'ala kul la ecidu fima uhiye leyye muharraman ala ta'amin la yakunu daman mesfuhan ev lahmul khinzir. فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور. Demek muqayyadni hükümran qilganlar, ko'pchilik masfuh degan bu asharam qilingan narsa. Demak odamdan bir qismini chiqarib, masfuh emasni chiqaribdi deydi. Masfuh ashar aramli qoldi. Ve men qada bil mutlaq al muqayyad lianna fi ziyada qal al masfuh huwa al kathir. Amda mutlaq ash hükümran bo'ldi, muqayyad bunu hükümran qilmaymiz deganlar. Lianna fihi ziyada, ya'ni bu masfuh olsun, masfuh emas degan ziyadani o'zi olgan ekan, bu hukmron bo'ldi deganlar. Masfuhni bu odatda ko'pdi demak. Asl masfuh degan nima bo'ldi? To'kilgan ham bo'ldi. Boz to'kildi deb. Saffah degan endi qonxo'r, qonni to'kadigan degan bo'ldi. Masfuh mishada to'kilgan qon. Unda ichida qolgan go'shtning tomilda qilib qolgan qon o halol demakchi. Demek mishada da masfuh degan ko'p qonni deydi demakchi. Va g'ayril masfuh degan oz deydi. Chunki az vaqtga to'kilmay yashada qolib qolgan o'zi.
kullu zalika harom. Addam degan shu mutlaq holatini hukmron qilmaydi desa, oz bo'lsin, ko'p bo'lsin, hammasi harom debdi. Va yada hada bi anna kullu ma huwa najisun li'aynihi fala yataba'ad. Nejislikka shu o'zining sababidan bo'lganlar, o'zining qon o'g'anligidan sabab bo'lgan narsa, unda oz, ko'p, ma parçası, u parçası halal dediğinde parçalanmaydı. Ameliyattan da o İslam şeriatının umumiyüzlük, kengçillik'e azgına bir narsani ruhsat kıldı. Çünkü bundan hali bulanmaydı. Paşını oturup salamız, ya bir danıxorak kanap ketidi, ya yarıdan kan çıkıp kalıdı, ya ki kasapsızlık kılan kan çestirip kaldı. Bunda bunun hali bulmanıken Allah Teala bunu az narsini keşir etken. Hatta istinca kılan çağdı mı? Şalmulda istinca kılışın caiz deb qaraydi o İslam şeriati. Şalmulda istinca qilganda 5% bulamdı, 2% bulamdı, 10% bulamdı, mayneçilik qalıdı o aşağıda. Onu mayl deb etdi. Unda ekan buni. Hatta shu qo'yning tumurlardimi, jiga yoki yuraklidimi ba'zi qanli qalıdı. Uni uyilunda qanliga yemaymiz, lekin biz ko'z ko'ranmay qoldigan bak az qanlim bor. Uni halol qilyapti İslam şeriati. Çünkü onu chiqarish mumkin emas. Çıkarman dese o go'shtni parçalab birkaç kun ketishi mumkin chiqaradi. Chiqarib bo'lmaydi. Shuna haraj bo'lmaganiga islom shariatida jumhurning qarashi ash to'g'ri. Al-mas'alatul khamisa ittafaqa ulama ala najasat bawl ibn Adam wa raji'ihi insonning hamda cho'ng kishi tarti najisligida ittifoq deydi. Illa bawl as-sabir radi' endi imatqan buaq ugal bo'lna shuningki masalan ixtilof bor deydi. İlla diye istisnadır müşahede. Tefaka istisna. Şuna var. Bunda ihtilaf var demek. Vaktalafu fîmâ sivâhu minel hayvan. Yani bu insanın tükü demeyed. İnsanın asasen meynettir. Yani onun insandan başka mesela hayvanlar çoğu. İmam Şafii, Ebu Hanife hemmesi necis tepti. Baul ve raci' hayvanların tezekleri deydi. Ve zâbe kavmin ilâ tahârete bi-itlâq. Mutlak pakizde qarğalı vakin. Yani fadlatay sâiril hayvan el-baul ve raci'. Tizek südükleri pakiz deb turib. Hammasi. Ve qala qawmun abwaluha ve arwatha tabi'atun li luhumiha. Go'shi qarab bo'ladi. Fama kana minha luhumuha muharrama fa abwaluha ve arwatha najisatun muharrama. Go'shi aram bo'lgan bo'lsa, uning tizek südüklerimi najis bo'ladi dedi. Ve ma kana minha luhumuha ma'kula fa abwaluha ve arwatha tahira. Pakul da. Ma ada allati ta'kulu an-najasa. Amma najasat deydigan bunun sirtida jallala dedik-ku. O'qiydigan tuga, to'qa degandek. Wa ma kana minha makruhan fa abwaluha wa arwatuha makruha. Makruhninki untizak mayaqlarımı, südüklerim makruh. Mesela keçi deymiz. Ve bihada qala Malik. İmam Malik mo mush qarashdi bo'ldaydi. Kema qala Abu Hanifa bizalika fil as'ar. Alqa ashrib qo'ygan narsani ishlatishda go'shi qarab nima qilgan-ku biz Abu Hanifa'ning qarashida. Shunga o'xshash mushu masalada Abu Hanifa'ning prinsipini olibdi Imom Malik. Shunda ayiribdi. Va sabab ixtilafihim shay'an. Ahaduhuma ixtilafun fi mafhum al-ibaha al-warida fi as-salati fi marabid al-ghanam. Hamda qo'yninki qotallari yotizgan joylarda namoz o'qish masalasida mubah deb qaragan mush hadis Mesela ixtilof chiqib qolgan. Hadisda oldiga uxunda. Marabid yani shu qotallara yotilgan joylar. Sallu fi marabidil ghanam va la tusallu fi mabarikil ibil deb hadis kelgan emasmi? Va ibahatuhu sallallohu alayhi vasallam lil uraniyina shurba abwalil ibil va albaniha. Yana Rasululloh uraniyin ya Urayna o'kil degan qabilalardan 8 ta kishi kelib musulmon bo'lib Madina tug'an vaqtda Madinaning havasi yoqmay og'rib qolib keyin bo'lganlikqa tugining ustini sudikini paydo qildi deganni bo'lgan ekan Rasululloh shikoyat qilgan chaqda shu shaharning sirtiga chiqib bizning zakat mol va tugi va shuni davolab chiranglar deb chiqarsa u padishini o'ttirib tugini bulab qochgan uni tutib akilib Rasululloh jazolagan o'ttirib etgan shuni hamda abwaliha va albaniha bunda ibora kelgan shu hadisda ba'zi etrafda bunda asli abwaliha degan ibora xato deb qaragan bo'lsin lekin sahih yo'l bilan bu isbotlangan tugining sudiki nejis emas deganni bildirdimi hadisni olmaz shunami
Tügücük sıydan endi ben azaz kırpırlar. Manda gap bor işte. Mas tugusni sotgan punktlar bor. Va fi mafhumun nahy an as-salat fi a'tanil ibil. Yandan tuga yatadigan joylarda namoz o'qishdan to'sgan hadislar bor. Buni qanday tushunamiz deb buni vaqtlab. Yani a'tan degan atan asli nima desa tuga daryo bo'yiga, o'stan bo'yiga suv ichkilib bordi. Tamam. Birinchi qatimdan bir usab ketgandan ishgan bir ichamda, ishganikin berib idamayanda qiraqda yatadi bu. Bir yarim soat, bir soat yatgandan keyin andan aldirmay, qinishqa, yani bir suv ichib kelamda, arliqda yatilgan yani atan deydi. Bu endi qo'tan degan bo'lmaydi asli buni. Yani qo'tan deb unda tarjima qilsa xato bo'ldi. Bu qo'tan emas. Lekin suv ichib borgan chaqda ichki ichish arliqida. Bu arab tilida ishning birinchi ichish bilan ikkinchisinin ismi o'xshamaydi. Nahl degan u boshqa, endi alla degan u boshqa. Uyg'urchada unda ayirmaymizga qattiq usab ketganlar gupildirib ishganni bir xil atab, ondan ikkinchi qadam bir qadam tinilib, hozir qilib sal bir qinavani ondan ishganni ham ataydi. Va atan deganning ma'nosi shu. Shu qo'tan deb bundan qilsak bo'liq uyda nimani yasaydigan, tugining turish uchun yasayib qo'ydigan bunda qo'tan deb tushunib qolish mumkin. Nima uchun bu yerdan to'sdi desa, buning sababida ixtiloflashgan gap. Ya bu yer maynatda deydi, ya mandat deydi, ya buningda yartılışta bunda deydi. Ve sebep tani ihtilafun fi qiyas sair al-hayvan fi zalika al-insan. Bu suyduk degandan bütün suyduk hayvanning suydugi olsin buni o'xshamdi o'xshamamdi. Faman qasa sair al-hayvan al-insan wa ra'ana min bab qiyas al-awla wal-ahra lam yafham min ibahat as-salat fi marabid al-ghanam tahara. Demak buni qiyas qilib bu inson degan pokiz narsa bo'lsa, buning suydugi harom bo'lgan bo'lsa, nejis bo'lgan bo'lsa, bu asli bu maynat tozlik qilmaydigan bu hayvanninki çarpayninki albatta nejis bo'ldi deb manda qiyas avliy qilsa, andan qo'y qo'tallarda qo'y yatilgan yerda namoz o'qish qilgan ruxsatdan buning alaqa mayoqlarimi nimalarimi pokiz deb tushunmay, pokizlik chiqmaydi desa, bu ta'abbud bo'ldi. Buning sababini o'qimaymiz. Bunda buyurgan shunday qilmaymiz. Va man fayma minan nahy anis-salah fi a'tanil bil an-najasa. Bu tugining yatilgan yerlarda namoz o'qimalı degan şekliminden bundan akli bir ma'no chiqiribdi. Akli bizni tushunibdi. Nimasi bu najosatlar buningda? Balki qo'yninki unda ig'ir emas, ma tugining ig'irroqda deb tushungan bo'lsa, wajal ibahatu lil uraniyin abwal bil limakan mudawa ala asli fi ijazalik. Ala asli fi ijazalik aslida darurat olib davolanishga harom narsalar joiz deb qaraydigan bir nimasi bo'lsa, asli qarashi bo'lsa deydi. Bu o'raniningki sudik ishga qilgan ruxsat bu davolanish uchun berilgan ruxsatda. Sudik harom, nejis. Lekin bu davolanishga darurat jihatdan mubah qilingan deb qarasa, bu qarag'ari kullu raji'in va bawlin fa huwa najis. Qanda zodi tizak sudik o'z hammasi najis deb qarabdi. Yani bu atanil bil namoz o'qimaslikda ba'zi hadisda illat ko'rsatib, lianna xuliqat min ash-shayatin deb keldi. Lianna shayton. Qanday shayton? Buning rasamda shaytonning yaratilishida yaratilganmi? Shaytonning bir bijtiqalligi bormi buning? Yoki hamda bu bir xil odamlarga namoz o'qiyotgan chog'da qo'rqitib, cho'chitadigan. Chunki qo'ydan xalqamay bir usib selishi mumkin namoz o'qisa. Usib solganiga bo'lmay qo'rqib ketmaymiz. Lekin tugulab qolsa namoz o'qisak, tugi qoboblam dasivitib qoladi, izvitib qoladi, chishitib qoladi deb odam dekkidikida namoz bo'lmasmi? Yani bunda tushunishga bo'ladi. Endi harom qilgan narsada davolanish masalasi ba'zi olimlar davolanishga harom narsani mayli deb qaraydi. Yani ba'zilar ya harom qilgan narsa shifoli. Innalloha lam yajal shifaakum fima harrama alaykum. Wa man fahima min hadis ibahat salat fi marabil ghanam taharat arwatiha wa abwaliha. Demak qo'yning qo'tallarda yatilgan joylarda namoz o'qisangiz bo'ldi degandan uning tizak mayoqlarimi, suydiqlarimi pokiz deb tushunganlar. Yana o'raninning hadisidan suydiq pokiz deb tushunsa, va ja'alan nahy an salat fi anad bil ibada. Ani tugining yatilgan joylarda namoz o'qisangiz bo'lmaydi degandan buni ma'nosini tushunmaydigan, buni ta'abbudi deb tushunsa, yoki najosatdan boshqa bir ma'no bor bu yerda deb tushunsa, masalan najosatdan boshqa ma'no nima? Adam qo'rqib qoladi. Tushunami? Va kana al-farq indahu baynal insan va bahimatil an'am. Andan yana inson bilan bu go'shildi hayvonlarning farqi, insonning adamning tabiati bilan buni adam jirgindigan, maynat deb qaraydigan narsa. İnsanınki şu qığları.
Ammo go'shildigan narsaninki unda emas, adam bak jirginib ketmaydi. Unda desab sazaqmi, surkilib ketsami bak uni ig'ranmaydi. Ya bunda ayriganlar, ya'ni yuqorqi qarashda bo'lganlar unda ja'alal fadalati tabi'atan lil-luhum. Bular go'sht tava deb qaradi. Ya'ni shu mayoq tiziki, suydiki go'sht qarab bo'ladi. Go'sht yildigan bo'lsa, pokiz. Yilmaydigan bo'lsa, maynatib. Allohu a'lam. Va man qasa ala bahimatil an'am ghayraha ja'ala al-fadlat kullaha ma'ada fadlatay al-insan ghayra najisa. Ana ba'zi uni tatu qiyas qilib go'shi yilmaydigan hayvonlarning tizikini go'shi yildigan hayvon pokiz deb qaragan tizakka qiyas qilib, bu pokiz deb turadi. Ikkili hayvon bo'lgandan keyin tizikka o'xshash. Ya'ni hamma hayvonning tiziki pokiz demoqchi. Qarama, ol masala muhtamila. Bu yerda mush ehtimollikli zot bor bu masaladagi. Yuqorqi ehtimollikli bor dedi. Walau annahu la yajuzu ihdath qawlin lam yataqaddam ilayhi ahadun fil mashhur. Fil mashhur degan mashhur qarashda. Usuliyning mashhur qarashida, ya ko'pchilik olimlarning qarashida la yajuzu ihdath qawlin ba'da al-qawlayn degandek bunda qarang. Yoki la yajuzu ihdath qawlin thalith fil masala degan bunda unvon qo'ydi. Ya burun qilmasdan ikki xil qarash bo'libdi. Burun olimlar. Yani keyingi olim kelib, ikkilan dabbaqman qarashda uchinchi bir qarashni o'tirib qo'ysa bo'lamdi, bo'lmaydi. Ya hozirgi masala nima desa, ikki xil qarashda bo'lganlar, ya'ni mushuning hukmi mush ikki qarashdan boshqa narsa emas deb menga ijmo kelgan deb turadi. Bu yerda ijmo, qurujalal ijmo masalasi. Bular mush hammasi mush ikki qarashdan sirtqich ketmagan. Ya'ni ikki qarashdan sirtqich ketsangiz bo'lmaydi, darisgandek tushunib buni. Uchinchi qarashni o'tirib qo'ysangiz bo'lmaydi. Amaliyotda bo'lamdi, bo'lmaydi. Bo'ldi deganlar va bo'lmaydi deganlar. İxtilafal ulama. Şun fil mashhur degani, mashhur qarashda usulini ko'proq olimlar shunda yo kitobda bayon qilgan qarashda bo'lmaydi. Degan keyingi olimlar tarjih qilgan qarash bo'ladi. Bu xuddi hamdalika ijtihod babida qilib qoldi degan nimaga tutishib ketadi. Amaliyotdan Davud Zari o'tirib qolgan ba'zi masalalar bor. Bu hech kim deb baqmagan. Ya Ibn Taymiya deb baqgan masalalar hech kim deb baqmagan. Bu hamda yana bir qarashni o'tirib qo'ygan dairəyə kirdi əməliyyat. Oturub qoyuz bu, delil bulab qalsa, şimdi bir qarashni oturub qoyuz buldu, neymişki bulmaydı. Demək, caiz degan qarash, yecuz ihdath qawlin salis degan qarash, şu to'g'riroq balki. Va in kana mas'alatan fiha khilafun, laqila innama yantunu minha. Endi bu yerda yuqorqi masala deyli, yoki ma'vu usul fiqhdagi masala demoqchiman. Menga masalan fiha khilafun, laqila buningda ixtilof bor masala bo'lsa-mu, ihdas qawl masalasini demoqchi bo'lishi mumkin. Manda desamo deb baqsim buldu deydi. Innama yantunu minha va yustaqdar bi khilaf ma la yantunu va la yustaqdar. Ve uning sesidigan sesiq furqova mandalari adam yirgindigan, maynat deb qaraydigan, ko'ngli ilishadigan mandalari u ilishmaydigan yoki sesiq furmaydigan farq qiladigan bo'lish kerak. Bu xuddamda nima demoqchi hozir? Burunqilda bunda yantun va la yantun yustaqdar degan gapni unda deb baqmagan. Endi biz ihdas qawlun faz deb yangi bir fikr paydo qilish bo'ldi bo'lmaydi degan bir masala hamda. Agar bo'ladi deb qalsak, manda deb baqsaqmi, yangi bir fikrni o'tirib qo'yib baqsaqmi, mumkin demoqchi. Demek va İmam İbn Rushd yana bir ihdasul qawl qildi. Tamam? Ve xosatan ma kana minha raihatuhu hasana. Mesela furqi shunda xushburaydigan anda tizaklarmi bor buning ichida. Uni mayni devet qilolmaydi deydi. Amaliyot bormi yo'qmi? Bordi unda. Sizga mizlik beradigan hayvonlar bordi. Ya hazır İmam İbn Rushd hayır bunda bir fikrini oturup koyardı. Buna ma'kulul lahm gayri ma'kulul lahm bahimatul anam bu da ayırmay. Biz tizekning emniyeti qaraymaymiz. Şu tizek eğer go'shi yildigan bo'lsin, yilmaydigan hayvon bo'lsin, tizek nayati xushburaydigan yoki sesiq burmaydigan deylar. Manda olsa bu pokiz. Sesiq buraydigan bo'lsa bu maynati, bunda arisan buldi-ku debdi. Bu mahali emas qarashgan. Tizekning o'ziga qaraydigan. Nereden chiqqanligi emas, tizekning o'ziga. Hech qaysi olim deb baqmagan gapdan ben deb baqsaq bo'lamdi, bo'lmamdi deb deb baqila. وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر أنبر مubah deb hammasi ittifoqda. Ambar nima desa, ko'pincha doktorlar yoki nimaning qarashida, olimning qarashida, fadla min fadalati hayvanil bahr. Denizdagi bir hayvonninki tiziki bu. Bunda mushu olimlar o'tirib nashil qarash ekan. Bu ko'pincha shu bir mush ambar degan alaqa nima bor?
sabıl yegan kit var, şu kitninki ba'zilarga bu tizak kerak. Bu tizakligandan keyin bu tizak shu tuzliq suvda nima bo'ldi o'zgarishli bo'lib, keyin andimda laylab qirg'a chiqib qolgan ekan, uni haqlayotlam, unda nimaga ambar qilib ishlatdi deyiladi. Ba'zilar yo'q bu qonti dedi. Reis ko'rsa, ya'ni bir qonimda ma'lum shakllanmadan tushsa, bu qonundan boshqa kimyoviy ba'zi bir nimaga o'zgarishga uchrab dengizda turadi. Andan bu bunda laylab chiqib, ustiga chiqqandan keyin buni suzib elib, dariya saydo deb bunda qarashlar. Ishqilib bunda nima bor, ixtilof bor bunda. Lekin shuna andal aksar dedim. Ko'pchilik tibiblarning qarashida bu ashkitninki tizik ekan. Va kadalkal misk. Misk shunda deydi. Va huwa fadlatu damil hayvan allazi yujadu al-misk fihi fima yuzkar. Kitoblarda bayon qilinishicha, shu kiyikninki qini bu. Qinida shu ortiqimda ya eyz qini deymiz, ya nima qini deymiz, bir qinamdi bu. Tariq mutanabbinan shervama intafaqul anama va anta minhum fa inna al-miska ba'da damil ghazal. Ghazal degan shu kiyikmiş. Demak, Imom Ibn Rushdning boshqacha bir gapimizda o'tirib qo'ydim. Bunda o'tirib qo'yalash kerak asli olimlar. Burman qilib mushunda debdi. Bundalama deb o'ttamay, u o'zining tushunishida yoki rajih deb qaragan benim bo'lsa o'tirib qo'yalish bo'ldi. Al-mas'alatu as-sadisa. Ikhtalafa an-nasu fi qalil an-najasat ala thalathati aqwal. Bu tizak qanday masalan, makullam, g'ayri makullam qanday najis oldimi yo pakiz oldimi? Bu tizakda odatda unda yezildan xoli bo'lmaydi. Yo'lda desam ma'nogan gap, yalan oyoq desam ma'noda, uni chiqib qoladi. Andalaqa xamanda nima qilgan chaqda sido shu bug'doyning ustiga. Yoniga xaltatib qo'ygan gapmi? Qana qildi Zeydullah qarim. Xamanda nima desa otgan chaqda yuvamisin dedi. Lekin o tarif qilishni cheklamadi. Demek hamda o enek hamda bunda mutlam tusa elutudi. Ammo suydek anını elutanmaydi. Demek bu yani umumul balva masalasi. Keyin ham buğdayni tatgancha yuvib ishlatishi o boshqa masala. Lekin aşağıda ta'simda, unda saqlanish ta'si. Hamda azg'ina bir najosat olg'isi 3 xil qarashda bo'ldi. فقوم رأوا أن قليلها وكثيرها سواء وممن قال بهذا القول الشافعي أزواجهم كبسوا أخشش تبتروا يعني بعضلا أزواج أفوقهم كتكان وحدوه بقدر الدرهم البغلي تنگی مقدارچilik bo'lsa kechiriladi. Undan cho'ng'is kechirilmaydi. Dirhamul bag'li deb atalishda tangining bir turi deylar. Nima uchun bag'li deb atalgan? Ba'zida bag'li deydigan bir anda bir podshoh ya benim mansub qilgan shu so'qtirgan tanga. Ya'ni ba'zida kechining unda oldibda sizda bir jumla qarovlamda shunga da o'xshatib unda deb baqqan, ya'ni shuna atgan deb. Lekin bu nima desa, asli nima demakchi? Asli insanın tarih çıkılan joyin demekçi. Lekin o eliqqa joy manda bunda satturdan bo'g'achqa, chiroyli qata, qadr dirhamda bundan o'tib ketadi. Shu chiqadigan joyni ko'z tutadi. Shuni cho'ngliqqa mushunchilikda tangi miqdor deb. وممن قال بهذا القول أبو حنيفة. إمام أبو حنيفة شندا بالجلبته. وشذ محمد بن الحسن فقال إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه جازت به الصلاة. Kiyimning to'ttanbiri. Bu to'ttanbir kiyimning butun kiyimning to'ttanbirmi yo har bir parchasimi? Yangning to'ttanbiri, pashning to'ttanbiri, bu to'ttanbirmi? Unda parchasi bo'lishi mumkin. Lekin to'ttanbir degan nimani belgil. Bu yer belgilash nima? Najasa muxaffafaning gapi. Najas mughallaz bo'lsa undan. Yani demeylem najasa. Muxaffafaning gapi bor. Bu ham to'rtdan birini kulning o'rniga qo'yish ba shariatda deb bir qoida bo'yicha mang'ayir. Başımız kısmı to'rtdan bir deymiz-ku. Va qala fariqun salas qalilun najasat va kathiruha sawa'un illa dam ala ma taqaddam. Ba'zan da az olsun ko'p bo'lsin o'xshash. Lekin qallam uningki ozg'in qan bo'lsa ma'fu demakchi. Illa dam yani illa dam fa qaliluhu ma'fu. أما كثيره غير معفود وهو مذهب مالك وأحمد مباين وعنه في دم الحيض روايتان هز كندا إشخل رواية كيف قلدي والأشهر مساواته لسائر الدماء باش قانون لا أخششن إذا وصلنا كيف وصلنا أخشش وسبب اختلافهم في قياس قليل النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار
Biz chalma bilan istinja qilganda ruxsat qilingan-ku, azroq qapqasa ruxsat qilingan. Chunki uning ozgina bir narsa cho'qim qoladi uningda. Tamam ajazal qiyas alarda istijaza qalilan najasa. Ashun kesib qilsa az bo'lsa mayli dedi. Validalika haddahu bid-dirham qiyasan ala qadril makhraj. Chiqadigan joyiga qiyas qilib turib, shu tangichilik miqdor deydi deb qarab, ashunchalik bo'lsa mayli deb qaradi. Ve men ra'a anna tilka ruxsa ba'zan burga musha ahvolga qilingan ruxsat. Bu ruxsatga boshqa narsani qiyas qilib o'tmaymiz desa, uni ashuncha bo'lsin cheklindi. Va amma sababu istisna malikin min zalika dima. Imom Malik shu nasldan qonni istisno qilib o'tib, uning oz qon kechirilgan dedi. Lekin boshqa narsaning izini kechirmagan dedi. Nima uchun desa, nima uchun dedi? Faqat taqaddam deydi. Belki kan azgını kandan xoli bo'lish mumkin emas. Ama shu ilgari o'tib ketgan nima uchun unda istisno qilyapti qonni? Az qonni istisno qilyapti demoqchi. Nima uchun? Xoli bo'lmaydi inson demoqchi bo'lsin. Va tafsil madhab Abu Hanifa anna an-najasat indahu tanqasimu ila mughalladatin wa mukhaffafa. İmam Abu Hanifa'nın tafsili kelsak, odatda bu mazhabni bayon qilish menda tafsili bayon qilmaydi-ku. Lekin bu yerda alohida tafsili bayon qildi. İmam Abu Hanifa'nın mazhabini bayon qilishda tafsili so'zlardir. Mughallada va mukhaffafa. Ig'ir yengildab ikkiga ayiramiz. Va annal mughallada yallati yu'fa minha an qadr ad-dirham. Mughallaza degan ay tengichilik miqdoridan mayl deb etildigini shu deydi. Mukhaffafa degan joyda u rubu savbdan mayl deb etildigini shu deydi. Va mukhaffafa indahum misli arwat ad-dawab. Mukhaffafa degani Abu Hanifa va shuning mazhabining qarashida bu shu charpaylarning tizeklirdek. Bu yengildir ekan. Ve ma la tanfakku minhu turuq galiban. Yollarda odatda yo'l xoli bo'lmaydigan ba'zi narsalar. Ve taqsimuhum iyyaha ila mughallada ve mukhaffafa hasanun jiddan. Bunun da ig'ir yengil deb ayrig'ini bak yaxshi ekan. Chunki bu imom Abdurrahim o'zi ayirdiga, siz quraydigan, siz quraydigan yerginda ayirgan. Shu mughallada mukhaffa degan yiqilishib qoldi. O'ziga yiqib qopdi. Demek tefsiri nima chirib qolsak, uning har bir narsani necha xil tahlil qilib, uni ayirib, munda olib qolsin, unda olib qolsin, unda deb nurg'un gaplar bor. Nimada umumiylik manganlik uchun Imom Abu Hanifaning shu ayirishi amaliyotda rasm. Uning aşı narsa qarasak, ba'zidan beklemaymiz. To'qininki beklanmagan. Ondan ba'zi qo'ynan masalan, ba'zi narsalar yengil bo'ldi, ba'zi qushilnan masalan, buni endi ayirish kerak zot. To'xtamdi.